Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahir rohmanir rohim. Ka'b ibn Malikning qissasini mana 2 darsdan baqa qilyapmiz, tugagan emas. Bugungi darsimizda ham inshaalloh buni bir joyigacha inshaalloh qissalarni qilamiz. Shu Tabuk jangiga bora olmay qolganlarning qissalari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vaqtiki Ka'b ibn Malikni Tabukka yetganda so'raganlarida ular shu nafsi qo'ymadi, buni moli, boyligi qo'ymadi degan vaqtlarida shu gapirilgan gaplarga payg'ambarimiz fasakata sallallohu alayhi va sallam fa baynama huwa ala zalika ra'a rajulan mubiyazzan yazulu bihi sarob. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu o'sha holatda keyin sukut qildilar, boshqa hech nima demadilar. Keyin shu biz o'rtamizda qarab turib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, bu bir odam ko'rinyapti shu mana bu tomonda, go'yo bir sarobga o'xshaydi, bir oppoq kiyimda shu bir odam ko'rinyapti. Faqola Rasululloh, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kun abo haysamata, shu abo haysama bo'lsa-da, shu biz orqamizdan mana endi o'zini harakatini qilib kelib qopti-da, shu orqamizdan kech qolgan ekan bu deb, shu abu haysama bo'lsa kerak dedilar. Shunda fayza huwa Abu Haysamat al-Ansori. U haqiqatda hamun Abu Haysama Ansori ekan. Huwa allazi tasaddaqa bi sa'i tamri hina lamazahul munafiqun. Makkada bo'lgan holatlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va sahobalarga bu kishi bir so' xurmo masalan sadaqa qilgan ekanlar. Shunda munofiqlar rosa kulishgan ekan buni tepasidan. Bu shunaqa odam edi deb masalan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Qala Ka'b yana aytadiki, falamma balagani anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Ka'b yana aytadilarki, vaqtiki menga yetib keldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Tabuk jangidan yana qaytib kelyaptilar degan, qofila yana qaytibdi Tabukdan degan narsani eshitganimdan keyin hazarani bassi, meni g'am bosdi deydilar. Ya'ni men nima qilsam bo'lar ekan endi, nima deb uzr aytsam bo'lar ekan, nima deb tavba qilsam bo'lar ekan deb endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qaytganlariga meni masalan g'am bosdi deydilar. Atafiqtu atazakkarul kizba va aqulu bima akhraju min sakhatihi gadan. Men bir yolg'onlarni o'zim bir to'plab masalan shu yolg'on gapirib aytsam, shuni bir bahonani qilsam degan narsalar meni ko'nglimdan o'tib turadi. Va asta'inu ala zalika bi kulli zi ra'yin min ahli. Yana yordam, madad talab qilardim shu atrofimdagi uy ichimizdagilardan, yaqinlardanki, nima desam bo'ladi, menga yordam beringlar. Endi payg'ambarimiz mana keladigan bo'lsalar, men nima deyman deb ulardan yordam so'rardim. Falamma qil inna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qad adalla qadiman zaha anni al-batilu hatta araftu anni lam anju minhu bi shay'in abada. Vaqtiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kelganlarini eshitganimdan keyin deydilar, men endi bu botil narsalarni hammasini ko'nglimdan chiqardim-u, bildimki men najot topolmayman, bu dardan hech qachon najot topolmayman. Ya'ni yolg'on gapirib, uzr aytib, qasam ichib bular bilan men najot topolmasligimni bildim deydilar. Fa ajma'tu sidqahu. Men endi rostini aytaman. Nima bo'lsa ham rostini payg'ambarga uzr, qasam ichib bunaqa narsalarni aytmayman dedim. Fa asbaha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qadiman va kana idza qadima min safarin bada
بالمسجد فركع فيها ركعتين ثم جلس للناس. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odatlari shudir. Har vaqt safardan keladigan bo'lsalar, to'g'ri masjidga kelardilar. Shu masjidda 2 rakat namoz o'qirdilar. Keyin sahobalar bilan, qavm bilan o'tirardilar. Shunday bo'ldi. Endi o'sha qavmlar bilan o'tirdilar. Falamma fa'ala zalika ja'ahul mukhallafuna ya'taziruna ilayhi va yahlifuna lahu. Keyin o'sha jangga bora olmay qolganlar, munofiq odamlar yoyinki o'sha uzuri bilan qolgan insonlar kelishib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga uzrlarini bayon qilishardi va qasam ichishardiki, biz masalan mana shunday bora olmay qoldik deb qasam ichishardi. Va kanu biz'an va samanina rajulan. Bu odamlar shu Tabuk jangiga bormay qolgan odamlar 80 kishidan ortiqlar, 85 yo 87 kishi shuncha odam edi. Bular hammasi uzrlarini aytishib, qasamlarini ichishib, faqabila minhum alaniyatihim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bularni zohirlarini ko'rib, buni qabul qildilar. Abayahum va yana bay'at qildilar. Vastagfara lahum, ularga istig'for aytdilar. Bularni gunohlarini kechgin deb Alloh tabaraka taologa istig'for aytdilar. Va vakala saroirahum ilallohi. Ularni qalblarini, ya'ni sirlarini, qalblarida nima borligini Allohni o'ziga topshirib qo'ydilar. Hatto navbat menga keldi. Endi menga keldi. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mag'lub. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib salom bersam, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu yerda menga tabassum qildilar, bir g'azab tabassumini qildilar. Summa qala ta'ala faji'tu amshi hatta jalastu bayna yadayhi. Qala ta'al. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'al, ya'ni ke sen Ka'b ibn Malik kelgin dedilar. Faji'tu amshi, men keldim oldilariga, hatto jalastu, hatto o'tirdim bayna yadayhi oldilariga. Faqala li, menga aytdilar, ma khallafaka, nima seni qoldirdi, nima uchun sen Tabuk jangiga bormading deb shu yerda masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga savol berdilar. Alam takun qodib ta'ata zahraka, sani masalan hamma narsang omoda edi-ku, nima kamchiliging bor edi, nima senga ko'mak qilmadi, nima uchun sen bu Tabuk jangiga bormading deb shu yerda go'yo Ka'b ibn Malikni so'roqqa tutdilar. Bu sahobani go'yo qissalari, Tabuk jangini qissasi Qur'onda ham bor. Mana hadislarda ham juda ham uzun bo'lganligi uchun darsimiz cho'zilib ketmasin. Bugungi darsimizni ham shu yerda to'xtatamiz. Ertagagi darsimizda inshaalloh bu qissani davomini qilamiz. Va oxiri da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.